Assalomu alaykum qadrdonlar, qalaysizlar? Hurmatli obunachilarimiz, hammalar tinch omonmisizlar? Xudo xolasa mana yana bir obyektimiz bitdi. Xudo xolasa topshirish jarayonidamiz. Mana bunday gullar bilan oq miramirga ishladik buni. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Bizni yangidan kuzatib borayotgan aka-ukalarimizga podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring, bizni yo'qotib qo'ymaysizlar. Bu videomiz, bu ishimizni 2025-yil 11-noyabr kuni olyapmiz. Mana ustakamizning oxirgi ish yopishtirayotgan joylari. Undan keyin lak qoladi, lakni kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa 93lik 340 29 40 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ularni shunday ipki kamin bilan bezatib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bir obyektimizga kelganmiz. Xudo xolasa bugun boshladik. Barcha yerini tekizlashni boshladik. Xudo xolasa mana fonlarini. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib egasiga topshiramiz. Bugun 2025-yil 9-noyabr kuni olinayotgan videomiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Mana usta ukamiz eng oxirgi mana so'nggi ishini qilyapti. Lak berish jarayoni, do'stlar. Gipki kamenga lak berish jarayoni. Endi mana bu yeri rom qilar ekan, keyin yana davom etadi ekan. Bu yoqlarga berib bo'ldi. Bu tomonlariga ham berib bo'ldi mana. Osti tomoni qoldi. Yashang uka, qo'llaringiz dard ko'rmasin. O'ta chiroyli chiqdi.